bir podshoning qo'liga o'g'ri tushibdi. O'g'ri chet mamlakatlik o'g'ri ekan. Podsho tilini tushunmas ekan. Dorri tagiga olib kelibdi. Endi o'g'ri ham bo'lganicha bo'ldi deb podshoni rosa so'kibdi. Dorri tagida. Podsho endi uning tilini tushunmaydi. Nemischalab so'kyaptimi, nima tilda so'kyapti? Vaziri bilar ekan, nima deyapti desa, rahim qilsin shohim, men bir chet mamlakatdan kelgan o'g'ri edim, bilmay musofirchilikda o'g'irlik qilib qo'ydim deyapti dedi. Qalbi erib tursa, ikkinchi vazir aytibdiki, nima undoq deysiz? Shohim sizni so'kyapti, haqorat, ol kallasini deyapti. Kallasi olinib ketibdi. Shunda podsho rost gapirgan vazirga aytgan ekan. Rost so'z gapirding-u, bir odamni o'ldi, bir odamni dili vayron bo'ldi. Buni yolg'oni bir odamni qutqazib, bir odamni ko'ynini xursand qilyotdi deb o'tgan ekan.